Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun sizlar bilan Serafin Cosmetics'dan olgan vegan terini parvarishlash mahsulotini sizlarga obzor qilib beraman va nega aynan vegan kosmetikalarni ishlatishimni video oxirida bilib olasiz. Bizda Mary and May brendidan choy daraxti toneri va Blackberry Complex essensiyasi va oxiri bo'lib kombucha солнцезащитный BB krem bilan tugatamiz. Birinchi bo'lib yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz, chunki toza yuzga har qanday skincare yaxshiroq singadi. Birinchi mahsulotimiz vegan choy daraxti PHA balansini tiklovchi toner. Hamma yashil rangni juda yaxshi ko'raman. Yetarli miqdorda tonerni paxta diskiga quyib olaman va bir tekisda yuzimga surib chiqaman. Toner tarkibida choy daraxti suvi, glitserin, glikol, Centella asiatica ekstrakti bor. Bu moddalar har qanday ter turini yallig'lanishiga qarshi ishlaydi va allergiya chaqiruvchi kimyoviy moddalarsiz bo'ladi. Yuzingizga silliq va tabiiy o'tiradi. Ikkinchi bo'lib vegan krem essensiyasini suramiz. Men tonikni o'rniga essensiya ishlataman va uni har doim ishlatishdan oldin yaxshilab silkitib olish shart, chunki uni tarkibi juda quyuq bo'ladi. Tonik essensiyalarni qo'lda surish tavsiya qilinadi. Har qanday yuzga yaxshiroq sindirish uchun barmoqlaringiz uchi bilan yengil urib chiqishingiz ham kerak. Va men o'ylaymanki, bu jarayon har bitta ayolni eng yaxshi ko'rgan jarayondan hisoblanadi. Bu essensiya tarkibida seramidga o'xshagan terlar uchun tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Aynan toner va essensiyadan keyin xohlagan namlantiruvchi kremingizni survasangiz bo'ladi. Menda namlanish bo'yicha chempion gyaluron kislotasini surib chiqaman. Va oxiri Dr. Circle brendidan SPF BB kremimni ham surib oldim. BB kremning tarkibi toza bo'lgani uchun nafaqat quyoshdan himoya qiladi, balki teringiz rangini bir xil qiladi va shunaqa sog'lom yaltirash ham beradi. Vegan skincare mahsulotlari antioksidantlar va tabiiy komponentlarga boy bo'lib, yoshlik ko'rinishini saqlaydi.